O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlarning sarhisobi. Vaqt misol oqar suvdek. U juda tez oqib bormoqda. Go'yoki kechagina biz yaxshi niyatlar, ezgu maqsadlar bilan yangi sahifalarni 2025-yil kitobini ochgan edik. Mana oradan 12 oy o'tib, bu yil kitobining ham so'nggi sahifasidamiz. 1 yil. Tarix uchun bir lahzadek tuyulgan bu muddat yurtimizning diniy ma'rifiy hayotida ulkan o'zgarishlar, harakat va yuksalishlar davri bo'ldi. 2025-yil yangi O'zbekistonda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan amalga oshirilgan barcha yangilanish va o'zgarishlar avvalo xalqimiz manfaati yo'lida, inson qadri uchun vatanimiz istiqbolini ko'zlab amalga oshirildi. Bu borada Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiliklarida diniy sohada amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar alohida e'tirofga loyiqdir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shunday samarali yilning sarhisobi sifatida O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar vakilligi hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida amalga oshirilgan xayrli ishlar bilan tanishib chiqamiz. Albatta, 1 yillik sarhisob bu erishilgan yutuqlar uchun Allohga minnatdorlik, yo'l qo'yilgan xatolardan xulosa, yangi maqsadlar uchun esa ilhom olish demakdir. Keling, yil sarhisobini birgalikda tomosha qilamiz. O'tgan 2025-yil mobaynida Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan imom xatiblar, noibi imomlar, ota-onalarning faoliyatlarini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida ularning o'z ustida yanada ko'proq ishlashi, tajriba almashishlari uchun bir qator tadbirlar tashkil etildi. Yil davomida Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida Toshkent shahar tumanlari bosh imomlari, shahrimizning ulamolari va imom domlalari, mahalla faollari hamda 2025-yilda hajga borgan ma'rifatparvar hoji otalar, hoji onalar shahardagi 585 ta mahallalarga kirib, 1200 dan ziyod oilalar holidan xabar oldilar. Tadbir doirasida kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalar, jismoniy imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz holidan xabar olindi. Shuningdek, notinch xonadonlar, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar hamda jazo muddatini o'tab qaytgan yurtdoshlarimiz bilan ham suhbatlar olib borib, ularga zarur ko'maklar berildi. Yaxshi insonlar bilan do'st bo'lish kerak. O'sha o'tgan muddat, o'tgan fursat katta sinov bo'lish kerak, katta insonga maktab bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga xulosa chiqargan bo'lish kerak. Xush kelibsizlar bolalarim. Xushvaqt bo'ling. Salomatmisiz? Tuzukmisiz? Shukr, alhamdulillah. Yaxshisizmi? Endi ikkita ko'z ko'rmaydi. 14 yil bo'ldi. 4 tani yerga berdik, Alloh kerak ekan. Alloh o'zi berdi, o'zi oldi. Allohga shukr, men qatla shukrona. Ona, sizni bu hayotda bosib o'tgan yo'llaringiz, Alloh taoloning har bir kuniga berayotgan ne'matlarga shukr qilishingiz. Shukr. Sinovli kunlarda mana turmush o'rtog'ingiz bilan mana 4 ta odamni yerga qo'ydik deyapsiz. Bugun ozgina shu hayotida kichkina bir yetishmovchilik bo'lsa, ozgina bir holatlarga besabr bo'lgan yoshlarga
shaxsan o'zimga ham, hammamizga juda katta bir ibratli ma'nolarni aytdingiz, gaplarni aytdingiz. 14 yil bo'lyapti, ko'zim ko'rmayapti deyapsiz. To'g'ri, 14 yil Sizni bo'ldi. qalb ko'zingiz ko'radi. Sizni shunaqangi bir duolaringiz tez Dunyoda ijobat. ochib qo'ysa bo'ldi. Alhamdulillah. Ko'rgimiz kelsa bo'ldi. Ko'ngli o'ksik insonlarni mamnun etish savobi ulug' amallardandir. Bosh imom xatib tashabbuslari bilan shahrimiz imomlari juda ko'p xonadonlarga turli ko'rinishdagi ehsonlar bilan kirib bordilar. 3-aprel. Toshkent shahar bosh imom xatibi Chilonzor tumani imom xatiblari bilan tumanda yong'in sodir bo'lgan bir xonadonga tashrif buyurib, musibatzadalardan ko'ngil so'radilar. Imom xatiblar olovning talofatlarini ko'zdan kechirib, xonadon ahllariga sabr-bardoshli bo'lish dinimiz ta'limoti ekanini, inshaalloh Alloh taolo bu musibat ortidan albatta yengillik berishini tushuntirdilar. Shu bilan birga homiylar ko'magida xonadonni tiklash uchun zarur bo'lgan qurilish materiallari hamda kerakli ashyolar yetkazib berish rejalashtirildi va xonadon egalariga 50 million so'm miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi. 5-avgust. Jarariq mahallasida istiqomat qiluvchi onaxonning xonadoni ta'mirga muhtoj bo'lgani sababli Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida ushbu xonadonni qayta qurib, o'z egalariga topshiriladigan bo'ldi. Onaxon ushbu tashrifdan mamnun holatda minnatdorlik bildirib, bosh imom xatibning haqlariga duo qildilar. Toshkent shahar bosh imomimiz kelib, xabar oldilar, kelib, ko'rib ketdilar. Allohga shukr. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ular tanjoligi sog' bo'lsin. Bizga mana shuncha sharoitda, shunchalik bizga qaysi ahvolda edikki, qaysi ahvolga yordam berib keltirishyapti. Allohga shukr. Muhtaram Prezidentimizning Ramazon oyini yuqori tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorlariga binoan 2025-yil Ramazon oyi Ramazon saxovat, birdamlik va bag'rikenglik g'oyasi asosida yuqori saviyada o'tkazildi. 2025-yilning Ramazon oyi an'anaga muvofiq katta tayyorgarliklar bilan kutib olindi. Ramazonning birinchi yarmida Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida shahrimiz imom xatiblari Uchtepa tumani, Bektemir, Chilonzor, Shayxontohur, Olmazor, Yashnobod tumanlariga tashrif buyurdilar va hududdagi kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironi bor 20 dan ortiq xonadonga iftorlik uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berdilar. Ramazon xayri saxovat, birdamlik va bag'rikenglik oyi. Bu oyda odam ajratilmaydi. Hamma bu oyda barobar xursandchilik qilishga haqli. Endi biz ham shuni bir chekkasida hadisga amal qilishga harakat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyi kelsa shijoatlari jo'sh urib ketadi. Xayriya tadbirida tuman bosh imom xatibi, imomlar, mahalla faollari ham ishtirok etdi. Muruvvat ko'rsatilgan oilalardan biri rus millatiga mansub yoshi ulug' onaxon mazkur saxovatdan mamnun bo'lib, bu xayrli ishlarning boshida turganlardan minnatdor ekanini izhor etdi. Хочу выразить большую благодарность главному имаму города Ташкента за его отношение ко мне, к моей семье, к моим детям, которые недавно ушли из этой жизни. Спасибо большое всем, кто ко мне пришел. Я буду молиться за вас. Я благодарна людям, которые пришли сегодня ко мне, разговаривали со мной, успокаивали меня, помогли мне. Я очень рада. Shuningdek, bosh imom xatib Chilonzor tumanidagi 22-sonli mehribonlik uyidagi bolajonlar bilan dildan suhbat qilib, ularga sovg'a salomlar ulashdilar. So'ngra bolajonlar bilan birga iftorlik qildilar. Ramazonning ikkinchi yarmida ham bosh imom xatib boshchiligidagi xayrli sayyor tadbirlar davom etdi. Jumladan Mirzo Ulug'bek, Yangi Hayot, Yunusobod, Shayxontohur va boshqa tumanlarga tashrif buyurib, tuman imomlari bilan kam ta'minlangan, nogironligi bor va ko'makka muhtoj 200 ga yaqin oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Duolar ijobat bo'ladigan muborak Ramazon oyida, Qadr kechasi arafasida, ya'ni 25-mart kuni
barcha hududlarda ehson dasturxonlari yozilib, iftorlik marosimlari bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida bo'lib o'tgan iftorlikda ishtirok etdilar. Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, yaxshilarning ishi yaxshilik qilishdir. Chindan ham bu hayot aynan ezgulik va yaxshilik tufayli doimo yorug' va bardavomdir, dedi Shavkat Mirziyoyev iftorlikdan avval. Mazkur iftorlik tadbirida yurtimizdagi bir qator ulamolar qatori Toshkent shahar bosh imom xatibi ham ishtirok etdilar. Yurtimizning barcha hududlarida o'tgan mazkur iftorlik tadbirlarida nuroniylar, ziyolilar, turli din va konfessiyalar vakillari, nogironligi bor va ehtiyojmand kishilar jami 60 mingga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Qolaversa, O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi rahbariyati tashabbusi bilan 2025-yil poytaxtimizning barcha tumanlaridagi jome masjidi imom xatiblari tomonidan homiylar jalb qilingan holda mahallalarda yashovchi ehtiyojmand oilalarning o'quvchi yoshlariga 2025-2026 o'quv yili uchun zarur bo'lgan o'quv qurollari hadya qilindi. Shu bilan bir qatorda yil davomida har juma kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi tashabbuslari bilan shahrimizning barcha masjidlarida juma namoziga tashrif buyurgan yurtdoshlarimizga juma hadyasi, ya'ni o'zligimiz, milliyligimiz, g'ururimiz va iftixorimizni anglatib turuvchi milliy do'ppi tarqatildi. O'tgan 2025-yil davomida imom xatiblar tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj minglab oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari hamda naqd pul ko'rinishidagi moddiy yordamlar tarqatildi. Ramazon oyining o'zida jami 4 milliard 268 million 610 ming so'm moddiy yordam ko'rsatildi. Bundan tashqari, Qurbon hayiti munosabati bilan imom xatib va imom noiblar tomonidan umumiy 3 milliard 89 million 620 ming so'm moddiy yordam va qurbonlik qilingan go'sht mahsulotlari kam ta'minlangan aholiga tarqatildi. Shuningdek, Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurtining yangi binosi qurilishi uchun homiylar jalb etilgan holda Toshkent shahar vakilligi hamda imom xatiblarimiz tomonidan umumiy qiymati 2 milliard so'mdan ziyod bo'lgan qurilish mahsulotlari olib berildi. Otinoyilar tomonidan homiylar jalb qilingan holda jami mahallalardagi 355 nafar boquvchisini yo'qotgan keksa hamda nogironligi bo'lgan va ehtiyojmand oilalarga homiylar ko'magida 230 million 80 ming so'mlik moddiy yordam ko'rsatildi. 2025-yil davomida Toshkent shahar vakilligi hamda imom xatiblar tomonidan umumiy hisobda qariyb 10 milliard so'm miqdoridan ziyod moddiy yordam ko'rsatildi. 26-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muborak Ramazon hayiti bayramini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladilar. Mazkur qarorga ko'ra, joriy yilda Ramazon hayitining 1-kuni 30-mart, yakshanba kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, mamlakatimizda 2025-yil 30-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Ramazon hayiti yurtimiz bo'ylab ko'tarinki kayfiyatda xursandchilik bilan o'tdi. Erta tongdan masjidlarda, xususan Shayx Zayniddin jome masjidida Ramazon hayiti ado etilib, xayrli duolar qilindi. Yurtdoshlarimiz bugungi tinch va osoyishtalik uchun Yaratganga shukronalar aytishdi. Shuningdek, Toshkent shahar bosh imom xatibining xalqimizga yo'llagan Ramazon hayiti tabriklari O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga tegishli markaziy kanallarda efirga uzatildi. Quvonarli jihati shundaki, butun respublikamiz bo'ylab Ramazon oyida yurtimizdagi 2100 dan ortiq masjidda taroveh namozi, shundan 1700 dan ziyodida 27 kun davomida Qur'oni Karim xatm qilindi. Buning uchun mazkur masjidlarda 3,5 mingga yaqin xushovoz qorilar jalb etildi. 30-may kuni shahrimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidining majlislar zalida Toshkent shahrining barcha imom xatiblari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi.
Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida tashkil etilgan mazkur tadbirda yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayitini ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish, atrof muhitni obodonlashtirish, masjidlarga tutash bo'lgan qabristonlarning tozaligiga ahamiyat qaratish va boshqa shu kabi Qurbon hayiti shukuhini o'zida aks ettirgan masalalar ko'rib chiqildi. 5-iyun kuni Qurbon hayitiga tayyorgarlik yuzasidan Toshkent shahridagi barcha masjidlarda imom xatiblar va noiblari, qolaversa namozgohning barcha jamoasi katta tayyorgarlik ishlarini olib bordilar. Xususan, tozalik va obodonlashtirish ishlari savobli hamda bayramona kayfiyatni o'zida aks ettirdi. 6-iyun kuni Qurbon hayiti yurtimizda quvonch va ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Shu kuni davlatimiz rahbarining O'zbekiston xalqiga Qurbon hayiti tabrigi taqdim etildi. Yurtimizdagi barcha jome masjidlari qatori Shayx Zayniddin masjidida ham erta tongdan hayit namozi ado etildi. Bosh imom xatib bir qator telekanallar uchun intervyu berdilar va xalqimizni ulug' ayyom bilan muborakbod etdilar. 7-sentyabr Robiul avval oyi musulmonlar uchun ulkan baxt va saodat, xursandchilik oyi bo'lib, bu oyda butun olamlarga rahmat, ikki jahon sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topganlar. Bu oyni musulmonlar o'zgacha tayyorgarlik bilan kutib olishdi va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatning kichik bir ko'rinishi sifatida Mavlid-i Sharif tadbirlari o'tkazildi. U zotning siyratlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. Juma kuni Toshkent shahrining barcha jome masjidlarida Mavlid-i Sharif o'qildi hamda juma namozi ko'tarinki kayfiyatda ado etildi. Shuningdek, jamoat bilan birgalikda xayrli duolar qilindi. Aytish joizki, har payshanba shahar bosh imom xatibi boshchiligida imom xatiblar, noibi imomlar va otinoylarga seminarlar, ma'rifat soatlari tashkil etildi. Kun tartibidagi masalalar, xususan imomlarning fuqarolar bilan ishlashlari, ijro intizomi, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, masjidlarning ozodaligini ta'minlash yuzasidan zarur yo'l yo'riq va tavsiyalar berildi. Ma'rifat soati so'ngida imomlarning savollariga atroflicha javob qaytarildi. Toshkent shahridagi masjidlarda faoliyat yuritayotgan xodimlar o'rtasida ish taqsimoti qanday? Mutavallilar faoliyati va ish yuritish tizimi belgilangan me'yorlarga, tartib-qoidalarga mosmi? 14-avgust kuni poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida bo'lib o'tgan yig'ilishda ana shu masalalar muhokama qilindi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. 2025-yil islom olamining ulug' ibodati haj mavsumi ham sermazmun o'tdi. Bu muqaddas safar shahrimizda ham Toshkent shahar vakilligi, mas'ullar va ishchi guruhlar tomonidan tartibli va mukammal tashkil etilganini e'tirof etamiz. Toshkent tajribasi o'laroq shahrimizda haj mavsumidan oldin avvalo hajga boruvchi bo'lajak hojilar bilan suhbatlar uyushtirildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi poytaxtimizning barcha tumanlarida 2025-yil islomning 5-ruknini ado etishga tayyorlanayotgan bo'lajak ziyoratchilar bilan uchrashuvlar o'tkazdilar. Jumladan, bo'lajak hojilarga islomning 5-rukni bo'lgan hajga puxta tayyorgarlik ko'rishlari, hajning arkonlari, shartlari, farzlari, vojib va sunnatlarini atroflicha tushuntirdilar va o'zlarining fikr-mulohazalarini, yo'l yo'riq va tavsiyalarini aytib o'tdilar. Tadbir so'ngida yig'ilish qatnashchilarining savollariga atroflicha javoblar qaytarildi. 19-aprel mazkur yil hajga boruvchi guruh rahbarlari ishtirokidagi ilk yig'ilish bo'lib o'tdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita ziyorat turizmini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Bobomurod Rustamov, O'zbekiston musulmonlari idorasi haj va umra markazi bo'limi boshlig'i Maqsud Karimov qatnashgan yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi kirish so'zi bilan ochib berdilar. Yig'ilishda guruh rahbarlariga haj mavsumidagi muhim vazifalar eslatilib, ularga guruh aniq bo'lgach, ziyoratchilar bilan uchrashib, islomning 5-rukni bo'lgan hajga puxta tayyorgarlik ko'rishlari, hajning arkonlari, shartlari, farzlari
vojib va sunnatlarini atroflicha tushuntirishlari zarurligi qayd etildi. 25-aprel kuni poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan otinoyilar uchun seminar tashkil etildi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi ochib berdilar hamda otinoyilarga hajga boruvchi ziyoratchi ayollar bilan suhbat jarayonlarida safarning asl mohiyati, ayollarga xos masalalar va safar odobi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borishlari borasida tavsiyalar berdilar. 26-aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi bu yil guruh rahbari bo'lib hajga ketayotgan 50 boshilar uchun navbatdagi yig'ilishni o'tkazdilar. Bosh imom xatib guruh rahbarlariga hajga puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bordilar. On 13-may kuni Toshkent shahridan hajga boruvchi ziyoratchilarning dastlabki 4 ta guruhi muqaddas zaminlarga jo'nab ketishdi. Shahar bosh imom xatibi ziyoratchilarni kuzata turib, ularga haj arkonlarini mukammal ado etishlarini Yaratgandan so'rab duo qildilar. Hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlarini tashabbuslari bilan albatta yurtimizdan mana shunday ulug' safarni niyat qilgan kishilarning adadlari 15 mingdan ziyod bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Din ishlar bo'yicha qo'mitasi rais janoblari, O'zbekiston musulmonlari idorasi, ustozimiz Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining boshchiliklarida mana shu 15 ming hojilarga xizmat qiluvchi bir necha 100 kishilik ishchi guruhlarni tashkil etilishi va 15 ming hojilarimizga eng go'zal, chiroyli tartibda xizmat qiladigan guruh rahbarlarini tayin qilinishi ham albatta bunda katta ma'no bor. 13-may Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev haj ziyorati uchun Makka-i Mukarramada bo'lib turgan yurtdoshlarimizga boshchilik qilayotgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari bilan telefon orqali muloqot qildilar. Davlatimiz rahbari hojilarimiz holidan xabar olib, ular uchun yaratilgan sharoitlar haqida so'radilar. Mazkur go'zal muloqotga samimiy e'tirof va minnatdorlik mazmunida Toshkent shahar bosh imom xatibi O'zbekiston 24 telekanalida o'z munosabatlarini bildirdilar. 12-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiliklaridagi hojilarimizning dastlabki guruhlari eson-omon ona diyorimizga yetib keldilar. Nurli yuzi, quvnoq ko'zida vatan sog'inchi namoyon bo'lgan hojilar jamoasini taniqli ulamolar, imom domlalar, mutasaddilar, ommaviy axborot vositalari vakillari va xususan Toshkent shahar bosh imom xatibi Toshkent xalqaro aeroportida ehtirom ila kutib oldilar. Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla fuqarolar yig'inlaridan muborak haj safariga borib kelgan fuqarolar bilan birgalikda hoji ma'naviyat targ'ibotchisi shiori ostida aholi bilan suhbatlar o'tkazdilar. 2025-yilda imom xatiblarning hojilar bilan birgalikda mahallalarda o'tkazgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarining umumiy soni 6231 tadan ortiq. Ushbu tadbirlarda jami 43545 nafar fuqarolar qamrab olingan. Toshkent shahar bosh imom xatibi yil davomida Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, Xadicha Kubro nomli o'rta maxsus ayol qizlar islom bilim yurti, Ko'kaldosh madrasasi kabi bir qator o'quv dargohlariga tashrif buyurdilar. U yerda talabalar bilan suhbatlashib, ilmning fazilatlari, bugungi kunda musulmon inson qanday bo'lishi kerak kabi muhim mavzularda mavizalar qilib berdilar. Toshkent shahar bosh imom xatibi 19-fevral kuni Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islomiy institutida modul ta'lim tizimi asosida ta'lim olayotgan bir guruh talabalar bilan uchrashib, ularga ilmning fazilatlari, bugungi imom qanday bo'lishi kerak kabi mavzularda ma'ruza qildilar. Tadbirdan so'ng an'ana tusiga aylanib ulgurgan Shayx Zayniddin qabristoniga dafn etilgan marhum ustozlarning qabrlarini ziyorat qilib, Qur'oni Karim oyatlaridan tilovat qildilar. Xayrli duolar bilan tashrif nihoyasiga yetdi. 27-mart kuni bosh imom xatib O'zbekiston xalqaro islom akademiyasiga tashrif buyurdilar. Bosh imom akademiya rahbariyati va
talabalar bilan uchrashuv chog'ida yurtimizdagi oliy o'quv yurtlarida yaratilgan shart-sharoitlarga alohida to'xtalib, yoshlarni ilm olishga, o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishib, el-yurtga, vatanga xizmat qilishga chaqirdilar va akademiya talabalari yotoqxonasi uchun 2 ta zamonaviy muzlatgich hamda dazmol hadya etildi. 15-may kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi Xadicha Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtiga tashrif buyurib, ilm olayotgan qizlar bilan samimiy muloqot olib bordilar. Tadbir yakunida islom bilim yurti uchun konditsioner va elektrodoska taqdim etildi. Yaxshi tilaklar va xayrli duolar bilan uchrashuv yakunlandi. Hazratga ham salomlarni hammanglar qabul qilasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu hadiyalar Hazratimizning nomlaridan deb qabul qilasizlar. Chunki Shayximiz muftiy hazratlari bilasizlar, juda ham ilm ahliga, ilm talab qiluvchilarga hamda ustoz murabbiylarga juda katta ahamiyat beradilar. Alloh taolo mana shu kunlarni xayrli, barakotli qilsin. 15-sentyabr talabalarga bag'ishlangan kun bo'ldi deya ishonch bilan ayta olamiz. Sababi Ko'kaldosh o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida ma'naviyat soati bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirok etish uchun tashrif buyurgan Toshkent shahar bosh imom xatibini Ko'kaldosh o'rta maxsus bilim yurti mudiri Ma'murjon domla Erkayev kutib oldi. Abduqahhor domla ustoz va talabalarni yangi o'quv yili bilan qutlab, ularning ilmlariga, ishlariga ulkan muvaffaqiyatlar tiladilar. Tadbir so'ngida Ko'kaldosh madrasasi mudiri Ma'murjon domla Erkayev Prezidentimizning farmonlariga binoan Imom Buxoriy ordeni bilan taqdirlanganlari munosabati bilan shahar bosh imomiga tabriknoma hamda esdalik sovg'alari berdilar. Shuningdek, Shayx Zayniddin Jome masjidi majlislar zalida 2024-2025 o'quv yilida Ko'kaldosh o'rta maxsus islom ta'lim muassasasini tamomlagan 16 nafar yosh bilan uchrashuv o'tkazildi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. Shundan so'ng Abduqahhor domla bitiruvchilarni Shayx Zayniddin Jome masjidiga boshladilar. Ularga minbar, mehrob va ularning mas'uliyati alohida tushuntirildi. So'ngra bitiruvchilar Shayx Zayniddin qabristoniga o'tib Qur'on tilovat qilishdi, savoblarini marhum ustozlar ruhlariga bag'ishlashdi. Uchrashuv so'ngida shahar bosh imom xatibi har bir bitiruvchiga hadyalar ulashdilar. 24-sentyabr kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutiga tashrif buyurdilar. Abduqahhor domlani institut rektori Uyg'un domla G'ofurov samimiy kutib oldilar. Biz shu tizimda turibmizki, bizga yuboragan ustoz talabalaringizni hamisha mamnuniyat bilan qabul qilib, kerak bo'lsa borib o'zimiz buyruqni ijrosini ta'minlab, ilhomlantirib, bugungi kunda tilda aytganda xalqqa shu narsani ko'rsatamiz va buni amaliyotda sekin qo'llab kelyapmiz. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektori Uyg'un domla G'ofurov Abduqahhor domlani Prezidentimizning farmonlariga binoan Imom Buxoriy ordeni bilan taqdirlanganlari munosabati bilan samimiy qutladilar. Tadbir so'ngida mehmonga institut ma'muriyati tomonidan tashakkurnoma va hadyalar berildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi tashabbuslari bilan Toshkent Islom institutida Alloh uchun qo'y so'yilib, qurbonlik qilindi va talabalarga hadya etildi. 26-may kuni Madina-i Munavvaradagi Masjid-u Nabaviyda janoza namozi o'qilib, Baqiy qabristoniga dafn etilgan marhum ustoz Rabbimqul domla Muhammadiyevning xonadonlariga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Shayx Muftiy Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining ta'ziyalarini yetkazish uchun Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda shahar imom xatiblari tashrif buyurdilar. Ular marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirib, ustoz Rabbimqul domlaning din yo'lida qilgan xizmatlari, ezgu amallari va fazilatlarini eslab o'tdilar. Qur'oni Karim oyatlari o'qilib, marhum ustoz haqlariga bag'ishlandi. Yaxshilarga u dunyo ham bu dunyo ham bir. O'ylab ko'ring, yaxshilarga u dunyo ham bu dunyo ham bir. Ammo
o'ylamagan holatda ular bizni tark etib ketsalar, gohida sog'inasan. Ko'zga keladigan yosh shu sog'inch. Lekin biz qattiq qayg'udaligimiz bir taraf, ikkinchi taraf shu yerda o'tirgan necha yuzlab odam, millionlab odam hammaga ham nasib qilmaydigan, Rasululloh ziyorat qilgan, sahobalar qo'nim topgan Jannatul Baqiyga Alloh taolo huzuriga chorlabdi, rahmatiga olsin. 17-iyul Toshkent shahar bosh imom xatibi peshin namoziga poytaxtimizdagi Xolid ibn Valid jome masjidiga tashrif buyurib, namozdan so'ng jamoatga ma'ruza qilib berdilar. Maviza barchaga manzur bo'lib, xayrli duolar bilan tashrif yakunlandi. 29-avgust Shahidlar xotirasi xiyobonida qatag'on qurbonlarini yod etish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda davlat rahbari Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Xiyobondagi ramziy qabr yonida ham Qur'on tilovat qilindi. Shu yerda ulamo va ziyolilar bilan tarixni o'rganish va yoshlarga o'rgatish, mustaqillik va tinchlikni qadrlash haqida muloqot bo'ldi. Mazkur marosimda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari bilan bir qatorda Toshkent shahar bosh imom xatibi ham ishtirok etdilar. 10-sentyabr Sankt-Peterburg shahri gubernatori Aleksandr Beglov boshchiligidagi delegatsiya poytaxtimizga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida mehmonlar poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan Hazrati Imom majmuasiga hamda yangidan barpo etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida bo'lib, xalqimizning boy o'tmishi, go'zal madaniyati va tarixiy merosi bilan yaqindan tanishdilar. Mehmonlarga Toshkent shahar bosh imom xatibi hamrohlik qildilar. 21-sentyabr Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov rahbarligidagi ishchi guruh Olmazor tumanida bo'lib, Farobiy va Qo'rg'ontepa ko'chalarida olib borilayotgan keng ko'lamli qayta qurish va ta'mirlash ishlari jarayoni bilan tanishdi. Chig'atoy mahallasi va shu nomdagi bozor qayta qurilib, obod maskanga aylandi. Mazkur tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi ham ishtirok etdilar hamda bunyodkorlik ishlarining boshida turgan aziz insonlarning, quruvchilarning haqlariga xayrli duolar qildilar. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Toshkent shahar bosh imom xatibi maktab davridagi sinf rahbarlari O'lmas Hoji ona Qahhorova, ustozlari Madina Hoji ona va Yoqutxon opani bayram bilan samimiy qutlab, ularga esdalik sovg'alarini topshirdilar. Shuningdek, turli jabhalarda fidokorona xizmat qilib, yurtimiz ravnaqiga, xalqimiz turmushi farovonligiga munosib hissa qo'shgan, ayni paytda oila davrasida keksalik gashtini surayotgan aziz ustozlarga bayram munosabati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi tomonidan tashakkurnomalar taqdim etildi. Shu bilan birga ustoz va murabbiylarga esdalik sovg'alari topshirildi. 27-noyabr kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 36-sonli maktab internatiga tashrif buyurdilar. U yerda ta'lim-tarbiya olayotgan 200 nafar bolaga shirinliklar, o'yinchoqlar, kiyim-kechaklar hadya qildilar. Bolajonlar uchun osh damlanib, dasturxon tuzaldi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari Abdulloh domla Yo'ldoshev ham ishtirok etdilar. Xayriya tadbiri so'ngida maktab internati ma'muriyatiga, bolajonlarning haqlariga xayrli duolar qilindi. 5-dekabr kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi poytaxtimizdagi Minor jome masjidiga tashrif buyurdilar. Bosh imom juma namozidan oldin jamoatga har bir narsada adolat bo'lishi dinimiz talabi mavzusida go'zal maviza qilib berdilar. Bosh imom xatib joriy yilda Rossiya Federatsiyasiga safar qildilar va u yerdagi yurtdoshlarimiz bilan uchrashdilar. Joriy yilning 3-9 fevral kunlari bosh imom xatib Rossiya Federatsiyasidagi yurtdoshlarimiz bilan uchrashuvlar o'tkazdilar. Safar mobaynida Rossiya Federatsiyasida vaqtincha mehnat qilayotgan, ta'lim olayotgan va boshqa maqsadlarda borgan yurtdoshlarimiz bilan samimiy muloqot qilib,
ular bilan dildan gaplashdilar, ma'rifiy suhbatlar qilib berdilar. Dastlab Moskva viloyati Odinsovo shahridagi Minatek mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish shirkatida ishlayotgan vatandoshlarimiz bilan, so'ngra Moskva shahridagi Antiyapi mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish firmasida mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari bilan samimiy muloqot qildilar. Shuningdek, bosh imom Sankt-Peterburg shahrida faoliyat yuritayotgan Renaissance Construction mas'uliyati cheklangan jamiyatida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan uchrashib, ular bilan samimiy muloqot qildilar. Vatanga muhabbat, o'zga yurtlarda ham o'zbek degan nomga munosib bo'lish, aqidasi buzuq har xil oqimlar ta'siriga tushib qolmaslik kabi mavzularda qilingan ma'rifiy suhbat vatandoshlarimizga juda manzur bo'ldi. Shu yilning 6-7 oktyabr kunlari Andijon viloyatida imom xatiblar faoliyati samaradorligini oshirishga bag'ishlangan ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligida Qoraqalpog'iston musulmonlari qoziyati qozisi, Toshkent shahri va viloyatlar bosh imom xatiblari ishtirok etdi. Toshkent shahar bosh imom xatibi mazkur seminar doirasida Andijon viloyati Devonaboy jome masjidiga tashrif buyurib, u yerdagi namozxonlarga dinimizning sof ta'limotlari mavzusida ma'rifiy suhbat qilib berdilar. Namozxonlar mazkur suhbatdan mamnun bo'ldilar va o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar. 16 dekabr Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Yusuf Utaybi bilan uchrashib, samimiy muloqot qildilar. Suhbat asnosida so'nggi yillarda ikki davlat rahbarlarining muntazamlik kasb etgan do'stona uchrashuvlari natijasida tomonlar manfaatlariga xizmat qiladigan ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilayotganini alohida ta'kidladilar. Muloqot so'ngida o'zaro ezgu tilaklar bildirildi. Ta'kidlash o'rinliki, diniy ma'rifiy ishlar bilan bir qatorda shahrimizning imom xatiblari, diniy soha xodimlari jamiyatimizning ekologik madaniyatini oshirish, atrof muhitni asrab avaylash borasida ham keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdilar. Yashil makon doirasida ham bosh imom xatib boshchiliklarida shahrimizda bir qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Jumladan 12 aprel poytaxtimizning Bektemir tumanida 4 gektar maydonga 1500 tupga yaqin ko'chat o'tkazildi. Bu jarayonda Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov boshchiliklarida davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, xususan Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov hamda poytaxtimiz imom xatiblari faol ishtirok etdilar. Ular yerga qadagan nihollar vaqt o'tib muazzam daraxtlarga aylanishi, poytaxtimiz ekologiyasini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi deya yaxshi niyatlar bildirildi. Alloh subhanahu va taolo yurtimizda mana shunday xayrli ishlarni davomli bo'lishini nasib etsin. Bugun Bektemir tumanida bo'lib o'tayotgan xayrli ishlarimiz hamma shahrimiz tumanlarida bo'lishligini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Mustaqillik bayrami munosabati bilan yurtimiz bo'ylab 22-23 avgust kunlari umumxalq xayriya hashari o'tkazildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi rahbariyati tashabbusi bilan 23 avgust kuni poytaxtimizdagi barcha masjidlarda masjid xodimlari bilan birgalikda jome hovlisi, xonaqoh, ko'chalar, yo'laklar tartibga keltirildi, daraxtlarga ishlov berildi. Umumxalq hashari poytaxtimizdagi barcha masjidlarda, qabristonlarda, ziyoratgohlarda uyushqoqlik bilan tashkil etildi. 15 noyabr kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida poytaxtimizning barcha masjidlarida, xususan Shayxontohur tumanidagi Xo'ja Ahror Vali jome masjidi hududiga manzarali va mevali ko'chatlar o'tkazildi. Tumanlar bosh imomlari, imom xatiblar va mahalla faollari birgalashib so'lim bog' barpo etdilar. Toshkent shahridagi barcha masjidlarda 2000 tupga yaqin ko'chatlar yerga qadaldi. Masjid mo'min musulmonlar uchun nafaqat ibodat maskani, balki ruhiy ozuqa oladigan va o'zaro birodarlik rishtalarini bog'laydigan makon sifatida e'tiborlidir. Shunga ko'ra,
yangi masjid ochish, jomelarni bunyod etish va mavjudlarini go'zal holatga keltirish savobi ulug' amal hisoblanadi. 2025-yilda Toshkent shahrida yangi masjidlar ochildi va buni hamyurtlarimiz mamnuniyat bilan qarshi oldilar. Jumladan, Go'zal jome masjidi, Obodxon Maxdum, Ibrohim ota hamda Toshkent Cityda joylashgan Orifjonboy jome masjidlari foydalanishga topshirildi. Shuningdek, Masjidul Xayr, Oqqo'rg'on va Kamoliddin Orif al-Buxoriy masjidlarida qayta qurilish boshlandi. Aytish joizki, ma'rifat va ruhiy tarbiya maskani bo'lmish Allohning uylarini obod etish va yangisini barpo etish kabi xayrli ishlar yurtimizda bardavom bo'lmoqda va har yili bunday xushxabarlar ortib bormoqda. Kitob yosh avlodga yetkaziladigan eng muhim meros, ma'naviyat xazinasidir. Shu jihatdan jamiyatimizning ma'rifiy salohiyatini oshirish, dinimizning asl mohiyatini yetkazish maqsadida kitoblar nashr etiladi va ularning taqdimotlari o'tkaziladi. 10-iyul kuni poytaxtimizdagi Eshonguzar jome masjidi imom xatibi tarjima qilgan Qosim Oshurning Qur'oniy javharlar kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. 23-oktyabr poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom noiblari uchun ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligida nashrga tayyorlangan fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi kitobidan keng foydalanish, soxta salafiylarga shu asosda raddiyalar berish zarurligi qayd etildi. 30-oktyabr poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida yig'ilish bo'lib o'tdi. Tadbirda Din ishlari bo'yicha qo'mitasi diniy ma'rifiy tashkilotlar va ilmiy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Hakimov va imom xatiblar ishtirok etdilar. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. Tadbirda qadim qadriyatlarimizdan bo'lgan ustoz shogird maktabining Toshkent shahri tajribasini ommalashtirish masalasi muhokama qilindi. Toshkent shahridan 35 nafar tajribali imom xatib tanlab olinib, ularga shogirdlar biriktirish zarurligi qayd etildi. Tadbirda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari qalamiga mansub Tasadduq yo Rasululloh, Shayx hazrat rahbarliklarida chop etilgan 500 savolga 500 javob fatvolar to'plami, fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi hamda Toshkent shahar masjidlari imomlari ta'lif va tasnif etgan kitoblarni imomlarga taqdimot qilib berdilar hamda ulardan iqtiboslar keltirdilar. On 13-noyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi tomonidan tashkillashtirilgan Ey bandalarim, bir qudsiy hadis sharhi kitobi taqdimoti juda ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining Ey bandalarim, bir qudsiy hadis sharhi kitoblari bugungi kun va kelajak uchun o'ta dolzarb asar bo'lgani, bu asar xalqimizga, imomlarga, noiblarga va otinoyilarga manfaatli bo'lishini yaratgandan so'radilar. Shu bilan birga Abduqahhor domla ushbu asar o'zbek tilida chop etilganini, inshaalloh tez orada boshqa xorijiy tillarda ham chop etilsa, butun dunyo mo'min musulmonlari uchun manfaatli bo'lishini ta'kidladilar. 20-noyabr kuni poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom noiblari uchun kitob taqdimoti o'tkazildi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar.
Tadbir doirasida Abduqahhor domla noiblarga yaqinda nashrdan chiqqan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining "Ey bandalarim" kitobi taqdimotini qilib, asarning mazmun mundarijasi bilan tanishtirdilar. Ushbu kitob imomlar, noiblar uchun muhim qo'llanma ekani, shu bois mazkur asar har bir diniy soha xodimining ish stoli ustida turishi zarurligi qayd etildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiligida poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom xatib va noibi imomlar o'rtasida turli sport musobaqalari ham tashkil etildi. Avgust poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imomlar, imom noiblari o'rtasida shaxmat turnirining final bosqichi o'tkazildi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi ishtirok etib, musobaqani kirish so'zi bilan ochib berdilar. Tabiiyki, har bir musobaqada g'oliblar aniqlanadi. Bu bellashuvlarda ham g'alaba kuchlilarga, tajribalilarga kulib boqdi. Musobaqa g'oliblari tashkilotchi va homiylarning qimmatbaho esdalik sovg'alari hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. On 8 sentyabr poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom xatiblar, imom noiblari o'rtasida mini futbolning saralash bosqichlari bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi ishtirok etib, jamoalarga omad va muvaffaqiyat tiladilar. Murosatsiz kechgan bahslarda tabiiyki g'oliblar aniqlandi. Birinchi o'rin Yunusobod tumani vakillariga nasib etgan bo'lsa, Olmazor vakillari ikkinchi o'rin bilan kifoyalandi. Shayxontohur jamoasi 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Birinchi o'rinni egallagan jamoaga Toshkent shahar vakilligi tomonidan 5 million so'm berildi. Ikkinchi va 3-o'rin egalariga esa sovg'alar topshirildi. 22 oktyabr kuni poytaxtimizning Yunusobod sport majmuasida Muftiy sovrini 2025 mini futbol musobaqasining final bosqichi bo'lib o'tdi. Yakuniy o'yinda Qoraqalpog'iston va Namangan jamoalari to'p surdi. G'olib va sovrindorlarga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Musobaqada Toshkent shahar bosh imom xatibi ham ishtirok etdilar. Vakillikning ijtimoiy tarmoqlari Muslim shoshga o'zgartirilgandan so'ng ko'rishlar qamrovi va obunachilar soni sezilarli darajada ortib bordi. Yana bir narsani e'tirof etishimiz kerakki, YouTube platformasida 100 ming obunachi bo'lgani munosabati bilan kumush knopka qo'lga kiritildi. 2025-yil davomida birgina Instagram ijtimoiy tarmog'i 3 ming obunachidan 51 ming obunachiga, shuningdek shahar bosh imom xatibining Ehtirom.uz va Abduqahhor Yunus Instagram sahifalari 65.600 obunachiga va YouTube tarmog'i 70 ming obunachidan 137 ming obunachiga, Facebook tarmoqlari 70 ming obunachiga ko'tarildi. Shuningdek, Muslim Shosh.uz, Ehtirom.uz va Shosh Hanafiylari Telegram kanallari ham ayni damda Toshkent shahar bosh imom xatibi rahbarligida faoliyat yuritayotganini ham eslatib o'tishimiz kerak. Toshkent shahar bosh imom xatibining ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar soni yil davomida 200 dan oshdi. Shosh Hanafiylari Telegram kanallarida shahrimiz imom xatiblarining 300 dan ziyod raddiya mazmunidagi video chiqishlari shahrimizning 137 ta masjid kanallari va guruhlarida keng tarqatildi. Toshkent shahar vakilligi hamda bosh imom xatib ijtimoiy tarmoqlarini bugungi kunda jami 350 mingdan ziyod obunachi kuzatib boradi. Shu bilan bir qatorda ko'rishlar soni 20 milliondan ziyodni tashkil etmoqda.
Shuningdek, Toshkent shahar bosh imom xatibi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Hidoyat sari ko'rsatuvida respublikamizning yetuk ulamolari bilan 60 dan ziyod suhbatlar tashkil etib, 30 milliondan ortiq aholiga ma'rifat ulashib keldilar. 15 avgust. Toshkent shahar bosh imom xatibi Axborot 24 telekanaliga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekistondagi bir guruh falastinlik fuqarolarga davlat g'amxo'rligi, mehr-shafqat tamoyillari asosida ko'mak berish tizimini yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni borasidagi o'zlarining mazmunli fikr-mulohazalarini bildirdilar. Toshkent shahar imom xatiblari fuqarolar bilan jonli muloqot va ma'ruzalarda chiqishi bilan birga ommaviy axborot vositalaridan ham chiqishlar qilganlar. 2025-yil davomida imom xatiblar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda diniy ma'rifiy mazmundagi jami 1712 ta chiqishlar amalga oshirildi. Shundan 235 tasi televideniya, 77 tasi radio, 1400 tasi ijtimoiy tarmoqlar hamda bosma nashrlar hisoblanadi. Bir yil davomida imom xatiblar turli jamoat joylarida bo'lib o'tgan jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida 1097 ta targ'ibot tadbirlarida ishtirok etdilar. Ushbu o'tkazilgan tadbirlarda ishtirok etgan umumiy fuqarolar soni 282.860 nafarni tashkil etadi. Shuningdek, hozirgi tahlikali zamonda har tomonlama ogoh va ehtiyotkor bo'lish davrning talabidir. Ayniqsa, chet ellarda o'qib, ishlab yurgan yurtdoshlarimizni bu borada ogohlantirish muhim ahamiyatga ega. Binobarin, O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi tashabbusi bilan chet davlatlarga o'qish, mehnat qilish uchun ketgan har bir yurtdoshimiz holidan shahrimiz imom xatiblari xabar oldilar, ular bilan muloqotlar uyushtirdilar. Muloqot davomida chet davlatda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizni turli oqimlar ta'siriga tushib qolmaslik, duch kelgan odamdan dinni o'rganmaslik, u yerdagi diniy adabiyotlarni o'qimaslik, mavizalarni eshitmaslikka chaqirildi. Qanday masala va savollar bo'lsa, O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limiga murojaat qilishi lozimligi uqtirildi. 2025-yil davomida otinoyilar, mahallalar va tashkilotlarda jaholatga qarshi ma'rifat, ilm najot manbai, tinchlik aziz ne'mat, milliylikni unutmaylik, ayolning oila va jamiyatdagi roli mavzularida o'tkazilgan 1217 ta tadbirda ma'ruza bilan qatnashgan. Ularda 17739 nafar xotin-qizlar ishtirok etgan. Bundan tashqari, mutaassiblikka moyil 133 nafar xotin-qizlar bilan suhbat o'tkazilgan. Olib borilgan suhbatlar va tushuntirish ishlari natijasida 133 nafar xotin-qizlarning fikri ijobiy bo'ldi. 2025-yilda radikalizm unsurlariga qarshi raddiyalar yo'nalishida imom xatiblar tomonidan 783 ta raddiya va sof islomiy ta'limotni targ'ib qiluvchi videolar tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqatildi. Bundan tashqari ushbu yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi masjid imom xatiblari va noibi imomlarining malaka oshirishlari davomida 58 ta videorolik va 24 ta audio materiallar tayyorlandi. Toshkent shahar vakilligi hamda Toshkent shahar masjidlarida haftaning har chorshanba kuni imom xatiblar uchun fuqarolarni qabul qilish kuni qilib belgilangan. Bu borada 2025-yilda ushbu ko'rsatkich jami 6000 nafarga yaqin fuqaroni tashkil etib, ularning 5500 tasining masalasi ijobiy hal etilgan. 387 nafar shaxsning murojaatlari bo'yicha kerakli tushuntirish va tavsiyalar berilgan. Aytish joizki, Toshkent shahar bo'ylab 130 ta jami masjid imom xatiblari ham haftaning har chorshanba kuni murojaat qilib kelgan fuqarolarni qabul qiladilar va ularning savollariga keraklicha javob beradilar. Toshkent shahar fuqarolari bilan ma'naviy ma'rifiy ishlarni amalga oshirish, yoshlarni turli diniy g'oyalar ta'siriga tushib qolishlarini oldini olish, internet medianing yot ta'sirlaridan qaytarish, adashgan diniy guruhlar ta'siriga tushib qolmasliklarini oldini olish maqsadida imom xatiblar tomonidan har yili uchrashuvlar tashkil qilinadi.
ushbu yilning o'zida jami 1956 nafar shaxs bilan yakka tartibdagi suhbatlar o'tkazildi. O'tkazilgan suhbatlar natijasida 1916 nafar shaxs ijobiy fikrdaligi, 40 nafar shaxs bilan qayta suhbat qilinishi kerakligi aniqlandi va nazoratga olindi. Aytish joizki, Toshkent shahar bosh imom xatibi tashabbuslari bilan shahrimizning diniy soha vakillari, imom xatiblar, otinoylar yil davomida tez-tez rag'batlantirib, taqdirlandilar. aprel kuni poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan otinoylar uchun seminar tashkil etildi. Tadbir doirasida Yunusobod tumani otinoyisi, filologiya fanlari nomzodi dotsent Diloram Karimovaning Mirzo Sodiq Jondoriy kitobining taqdimoti o'tkazildi. Tadbir yakunida barcha otinoylarga sovg'alar topshirildi va xayrli duolarga qo'l ochildi. 12 may kuni Toshkent shahar imom xatiblari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiligida tashkil etilgan ushbu tadbirda Hidoyat va Mo'minalar jurnallari hamda Islom nuri gazetasiga faol obuna tashkil etgan imom xatiblar taqdirlandilar va ularga esdalik sovg'alari ulashildi. 10-iyul kuni Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan imom xatiblar ishtirokida ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. Yig'ilish davomida matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi media guruh xodimlari tashakkurnoma va sovg'alar bilan taqdirlandilar. 25 avgust Mustaqillik bayrami munosabati bilan Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan imom xatiblar ishtirokida xotira tadbiri bo'lib o'tdi. Yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. Kechagina biz bilan hamnafas bo'lib din yo'lida faoliyat olib borayotgan insonlarning xoki bor. Qay birimiz ularga shogird, yana oralarimizda kimdir ustoz bo'lgan insonlarning izlari qolgan bu zaminda. Tadbirda diniy idoramiz tamal toshini qo'yib ketgan Eshon Boboxon, Ziyovuddin Eshon Boboxon, Shamsuddin Xon Boboxonov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Muxtorjon Domla Abdullayev, Abdurashid Qori Bahromov, Usmonxon Alimov, ularning o'rinbosarlari Abu Turob Domla, Shayx Abdurazzoq Yunus hazratlari esga olinib, ularning yurtimiz, dinimiz ravnaqiga qo'shgan hissalari alohida e'tirof etildi. Toshkent shahrida imom xatib bo'lib ishlagan Anvar Qori Tursunov, imomlik qilgan Karimulloh domla, Qurbonali domla Tursunov, hajga ellikboshi bo'lib borib, o'sha yerda omonatini topshirgan Abdulloh domla Rahimov, Rabbimqul domla Muhammadiyev, Sadriddin domla Abdurashidov, noib imom Elyor domla Erkinbek kabi bir qator marhum imom domlalarimizning farzandlariga tashakkurnomalar topshirildi. Toshkent shahar bosh imom xatibiga minnatdorchilik bildiramiz. Marhum otamizni eslab e'tirof etishdi. Din yo'lida, vatan yo'lida qilayotgan xizmatlari uchun Alloh taolo o'zi ajr mukofotlarini bersin. Navbatdagi e'tiroflar Robbimqul domla Muhammadiyev ukalari hamda farzandlari qabul bo'ladi. Toshkent shahar bosh imom xatibiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Marhum otamni xizmatlari uchun e'tirof qilganlari uchun hammaga rahmat. Bugun marhum otamiz imomlikni xalqimizga, millatimizga xizmat qilgan otamizni e'tirof qilgan holatda vakillik, imom noib imom xatiblarimiz shunchalik e'tibor berib, iliq so'zlar bilan tabriklab, bizga e'tibor ko'rsatganlar uchun ham Alloh ulardan rozi bo'lsin. Xalqimizga, millatimizga xizmat qilib, ular charchashmasin. Alloh kuch-quvvat berib, ishlarini yanada ziyoda qilib, xalqimizni xizmatida charchashmasin. Bayram arafasida millat uchun, vatan uchun
xalq uchun degan ezgu g'oya asosida yurtimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan xayrli ishlarda faol ishtirok etib, mo'min musulmonlarning ma'naviyati va ma'rifatini yuksaltirishga munosib hissa qo'shayotgani uchun faol imom domlalar ham tashakkurnomaga loyiq ko'rildi. Tadbir davomida O'zbekiston musulmonlari idorasining nashrlari Hidoyat va Mo'minalar jurnallari hamda Islom nuriga 2025-yil uchun obunani yuqori saviyada tashkil etgan imomlar tashakkurnoma va sovg'alar bilan taqdirlandi. Yig'ilish so'ngida Toshkent shahar imomlari tomonidan 50 dan ziyod xatmi Qur'onlar o'qildi. Ularning savoblari marhum ulamolarimiz ruhoniyatlariga bag'ishlandi. 18 sentyabr. Poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom xatiblar uchun ma'rifat soati tashkil etildi. An'anaga ko'ra tadbir Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi kirish so'zi bilan ochib berdilar. Tadbirda Abu Bakr Kafol Shoshiy masjidi imom xatibi Mirzaniyoz domla Rajabiy, Mirza Yusuf Jomi masjidi imom xatibi Foziljon domla Ubaydullayev, Orifjonboy masjidi imom xatibi Rahmatilla domla Usmonov va Koxota Jomi masjidi imom xatibi Abduhakim domla Pirnazarovlar ma'naviy va ma'rifiy ishlarda faol bo'lganligi uchun Toshkent shahar bosh imom xatibi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandilar. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar otinoyilari ishtirokida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirni shahar bosh imom xatibi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining tashakkurlari hamda duolari bilan boshlab berdilar. Shuningdek, tadbir doirasida din yo'lida sidqidildan mehnat qilib kelayotgan Yunusobod, Olmazor, Yashnobod va Yakkasaroy tumanlari bosh otinoyilari O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar bosh imom xatibi tomonidan faxriy yorliq, tashakkurnoma va hadyalar bilan taqdirlandilar. 16 noyabr. Xalqaro bag'rikenglik kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan bir guruh yurtdoshlarimiz qatori diniy soha xodimlari ham diniy bag'rikenglik ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Taqdirlanganlar orasidan Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari Ergashali domla Rustamov hamda Yunusobod tumani bosh otinoyisi Shoira Umarovalar ham munosib o'rin egalladilar. 27 noyabr kuni poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan imom xatiblar uchun ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi olib bordilar. Ma'rifat soatida ma'naviy ma'rifiy tadbirlardagi faol ishtiroki, Haj 2025 ziyorati ishtirokchilari bilan izchil aloqa o'rnatgani, hududidagi mahallalar aholisi bilan ishlab yaxshi natijalarga erishayotgani hamda Bektemir tumanida o'tkazilgan sayyor yig'ilishni namunali tashkil etgani uchun Bektemir tumani bosh imom xatibi Po'latjon domla Sultonov Toshkent shahar vakilligi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Shuningdek, jamiyat va davlat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatgan, o'zining samarali mehnati bilan oilalarning farovonligi va mustahkamlanishiga, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni vatanparvarlik va istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, joylarda ma'naviy axloqiy muhitni sog'lomlashtirish va milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etish borasida ibratli faoliyat olib borgan Toshkent shahar bosh imom xatibining xotin-qizlar masalalari bo'yicha yordamchisi Zulayxo Soatova mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Har bir yil mana shunday sermazmun va samarali o'tdi. Ayniqsa sarhisob chog'ida kelajakka yanada yangidan yangi rejalar va maqsadlar bilan yuzlanish fazilatlidir. Albatta, yerga qadalgan urug' bir kuni uni bo'sib samara berganidek, har bir sermazmun va xayrli ishlarning o'z mukofoti bo'ladi. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq Toshkent shahar bosh imom xatibi
Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov Imom Buxoriy ordeni bilan taqdirlandilar. Bu albatta Abduqahhor domlaning mashaqqatli mehnatlari, din yo'lidagi fidokorona xizmatlari hamda jamiyatda inson qadri uchun olib borilayotgan kamtarona faoliyatlari uchun ko'rsatilgan buyuk e'tirofdir. Bugungi sarhisob shunchaki hisobot emas, balki ertangi kun uchun katta mas'uliyat va mustahkam qadamlar rejasidir. Toshkent shahar bosh imom xatibi, Imom Buxoriy ordeni sohibi Abduqahhor domla Yunusov va ularning boshchiliklaridagi Toshkent shahar vakilligi jamoasi kelgusida ham shahrimiz aholisiga ma'naviy xizmat ko'rsatish, dinimizning asl mohiyatini xalqimizga yetkazishdek buyuk ishlarni amalga oshiradi. Alloh taolo mana shunday ishlarda bosh bo'lib turgan barcha rahbarlarimiz, jumladan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari hamda Toshkent shahar bosh imom xatibining faoliyatlariga rivoj bersin. Alloh taolo din yo'lida xizmat qilayotgan barcha azizlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.